Keyingi hafta akalar 10 ta iPhone 17 Pro Max bilan keyingi hafta gift konkursi boshlaymiz deganman, lekin hozir 10 taga emas, 5 tagina iPhone 17 Pro Max ga pul yig'ildi. Shu 5 ta bilan xudo xolasa keyingi hafta boshlaymiz, xudo xolasa dedi, yaxshi odam ekan. Darshi homiylar yig'ilaversa, iPhone'lar sonini ham ko'paytirib gift konkursimizni davom ettiraveramiz. Dushanba yoki seshanba boshlanadi. Startda turinglar. Einsteinga o'xshaydi ekan mana boboy. Baka o'yinni artib yursa bo'lmasmikin? Bunaqa qizvachi kim chaynagan akalar? Chaynamagan bo'lsanglar, bular qo'lim nima unaqa qaltirayapti? Men Parkinsonmanmi? Ani boksyorlarga o'xshayman. Hatto bir shapaloqqa hukumatda aylanib yiqilib qaytib turmasam kerak-ku. Sherigim nos chekadi. Men emas. Gift konkursiga qatnashaman degan, homiy bo'laman degan akalar bo'lsa, nimagadir erkaklar mana shunaqa qilib turishadi, bilasizlarmi? Qonunlarni siltab gapirishadi, bekarchalar qishlarda shunaqalar ko'p ayniqsa. Xullas, 10 mingtadan 70 mingtagacha obunachi yig'ib beramiz. Xudo xolasa jonlik, o'zingizlar qaysi birini cho'ntagingizlar ko'tarsa, o'zingizlarga ma'qul bo'lganini tanlasanglar, 10 mingta deysizlarmi, 20 mingta deysizlarmi, 70 mingta deysizlarmi? Pastdagi nomer Sardorga telefon qilaverasizlar, shu bola bilan kelishaverasizlar. Sizlarni spiskga olib qo'yadi. Keyingi hafta o'sha homiylarga podpiskani tashlab, iPhone'larni razigrovich qilishni boshlaymiz. Hammaga omad. Poyla nima qilyapti ekan? Birov bilan ishim bor men. Uzbekman-u. Nima qilyapti turgan? Voy, vaske.